Assalamu alaykum. Uyg'ur video kanaliga xush kelibsiz. Bugungi bizning videomizda O'tchirak shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur haqida bo'lmoqchi. O'tchirak shoirimiz Abduxoliq haqida nima bilsiz fikrga yozib qoldiring. Fikr qoldirgan bo'lsangiz, biz videomizni boshlaymiz. 1901-yili Abdurahmon Maqsum oilasida bir o'g'il bovoq yo'riq dunyoga ko'z ichibdi. Maqsum uningga Abduxoliq degan ot qo'yibdi. Abduxoliq o'qishga to'shqanda Abdurahmon Maqsum o'g'lining ko'p til bilishiga asos selish uchun avval madrasada, ondan Sho'tangda xanzuchi o'qitibdi. Abduxoliq 18 yoshga kirgacha o'zligidan tirishib o'rganib, ruscha, farscha, mong'olcha qatorliq jami 6 xil til yoziqni egilib, zamonasining atrofliq bilimga erishgan ziyolisi bo'lib yetishibdi. Adabiy ijodiyatga haqiqiy ishtiyoq bog'lagan Abduxoliq ota-onasining tilmoshlik, tarjimonlik yoki savdogarlik qilish haqiqatga nisbatiga quloq solmay, kecha-kunduzligidek hujrasidan chiqmay yoziqchilik qiladi ekan. Bir kuni Abduxoliq esil bir lo'nqini qo'liga ilib onasidan so'rabdi. Bu lo'nqini haru yog'laydigan qapoq qilsak bo'lamdi, ona? Yo'q, zoyi ketidi bolam, debdi onasi. Ha, belli. Meni tungchi, tilmoshlik, tarjimonlik bo'l deganinglarmi, lo'nqini haru mi qapig'i qilgandek bir ish. Shuningdan keyin ota-onasi Abduxoliqni tungchi, tarjimon bo'l demaydigan bo'pti. Mahallada to'y bo'pti. Abduxoliq to'yga berib, Oyimxon otliq bir qizga ko'zi tushibdi. Uzoq o'tmay Abduxoliqning to'yi bo'pti. Ota-onasi uning rayiga beqib, Oyimxon elib beribdi. Shoirning butun vujudi bilan berilib, yoziqchilik qilayotganini ko'rib turayotgan Oyimxon xat o'gitib qo'yishni o'tinibdi. Shoir uningga xo'shallik bilan xat o'gitib, savodni chiqarishga boshlabdi. Bir kuni shoirni ikki og'insi izlab kelib, uydan topolmay, etining izini izlab yurib, oxiri bir munariyindan tepibdi va shoir yozgan she'rlarni o'qib ko'rib, buningdan keyin seni Uyg'ur desak bo'lg'udek deyishibdi. Xalqni bilimsizlikdan qutuldirish uchun o'qish etishning naqadar zo'rligini his qilib yetgan Abduxoliq Uyg'ur ilg'or fikrlik ziyollar bilan maslahatlashgandan keyin o'z uyida bir sinf ichib, bolalarni o'qitibdi. Uzoq o'tmay Do'tay jesakchi avatib o'qishni taqitib etibdi. G'azabdan yerilg'udek bo'lgan Abduxoliq Uyg'urning biror ish terib qo'yishining oldini olish uchun otasi uni Urumchiga avatib etibdi. Abduxoliq Uyg'ur Urumchiga kelgandan keyin Tohirbek, Ali muallim va Yusufjon qatorliq ilg'or fikrlik ziyollar bilan tanishibdi hamda doim degidek fikrlashib turibdi. Abduxoliq Uyg'ur Urumchidagi kunlarda o'lkalik hukumatda ma'lumotchilik yuz berib, Yangzingshin etib o'ldirilibdi va o'rniga Jinshorin rais bo'libdi. Bu ma'lumotchiliklarni o'z ko'zi bilan ko'rgan shoir yana turponga kelibdi. Yurt cho'nglarining maslahatini anglagandan keyin Abduxoliq Uyg'ur fanniy va diniy darslar tang o'tiladigan o'qish qurishga tutish qilib, avval bir sinf ichib dars boshlabdi. Bir yil to'shib, bolalardan imtihon elinib ta'tilga qo'yib berilgandan keyin Abduxoliq Uyg'ur Muhitilla oilasining savdo karvoniga qo'shilib, Shamay, Toshkent, Anjan qatorliq joylarga yo'l oldi. Abduxoliq Uyg'ur chet el safaridan qaytgandan keyin o'qishni kengaytib, Kona shahariga bir sinf ichishga tayyorlik qildi. Shunga o'quvchilarni asos qilib, bir san'at atriti qurib, tashviqot elib beribdi. Shu kunlarda Qumulda Xo'janiyaz hoji qo'zg'oloni yuz beribdi. Maqsud muhiti Abduxoliq Uyg'ur qatorliq ilg'or fikrlik ziyollar maslahatlashib, Xo'janiyaz hojilar bilan aloqa o'rnatish uchun maxfiy xat avatibdi. 1932-yil qishda Xo'janiyaz hoji Pichanga chiqibdi degan xabarning tarqalishi bilan tang Ostona to'qsinladimi, qo'zg'olon portlab, qo'zg'olonchilar Jinshorinning qo'rchoq hokimlarini og'dirib tashlab, huquqni qo'liga oldi. Yomul tungchisi Rozi Molla apyunkashligini oz deb
nurg'un beguna odamning jeniga zamin bo'lg'achqa qo'zg'olonchilar tutib kelib komandanlik shtabidan uningga o'lim jazosi berishni talab qilibdi. Abduxoliq Uyg'ur uning bilan savoqdoshligini ko'zda tutib gunohini juyish fursati beribdi. Jin Shorinning qo'zg'olonini bostirish uchun Yaponiyada o'qib kelgan Shin Shisayni bosh qo'mondan qilib otliq, piyoda va mashinalashgan qismlardan 20 mingdan ortiq muntazam askarni turponga avatibdi. Qo'zg'olonchilar o'z kuchini saqlab qolish uchun chekinishga majbur bo'libdi. Ota-onasini tashlab ketishga ko'zi qiymagan Abduxoliq Uyg'ur uyda qolgan ekan. Ro'zi Molla bir rota askarni boshlab kelib, shoirni tutib ketibdi. Bosh kesar Shin Shisay Abduxoliq Uyg'urni o'zi so'roq qilibdi. So'roq davomida uning yolurib yelinishini kutib, boshqa tiliging yo'qmi deb so'ragan ekan. Abduxoliq Uyg'ur Yovuzlardan shafqat tilash behuda ish deb javob beribdi. Qo'zg'olonchilardan o'ch elib, xalqni qo'rqitmoqchi bo'lib, 1933-yili 3-oyning 13-kuni bosh kesar Shin Shisay Abduxoliq Uyg'ur qatorliq 17 kishini o'limga buyurib, kishanlar bilan chambarchas bog'lab ko'chaga elib chiqibdi. Bosh kesarlar tutqunlarni tuyruklariga tengib bo'lgandan keyin chepishga buyruq berilibdi. Abduxoliq Uyg'urni to'niydigan bir bosh kesar qilichini tanglab turib, "Ochil detding. Endi nima ochil degan ekan?" Shoir "Gul ochil" deb qaysarlik bilan javob beribdi. Shundan keyin Abduxoliq Uyg'urning umri qiyilgan ekan. Mana qarindoshlar, mushunda xalqimizning vatanparvar farzandlarini unutmaylik. Ham xalqimizning Uyg'urumning tarixini eslab yuraylik do'stlar.